Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Biz bugun 1-sinf tarbiya darsligidagi minnatdorlik mavzusi haqida suhbatlashamiz. Darsimizning 3 ta maqsadi bor. Ta'limiy maqsad: o'quvchilarga minnatdorlik tushunchasini ochib berish. Tarbiyaviy maqsad: minnatdorchilikning oddiy shakllarini o'rganish. Rivojlantiruvchi maqsad: o'z yaqinlariga, o'qituvchilariga va do'stlariga mehr va hurmat bilan munosabatda bo'lish ko'nikmasini shakllantirish. Darsimizning jihozlari: 1-sinf tarbiya kitobi, rasmli kartochkalar, maqol va hikmatli so'zlar. Darsimizning borishi: tashkiliy qism: o'quvchilar bilan salomlashamiz, davomatni tekshiramiz. Kirish qismi: o'quvchilarga ota-onangiz siz uchun nimalar qilishadi deb savol beramiz. Ular javob berishadi. Keyin biz minnatdor so'zini o'quvchilarga tushuntiramiz. Kimdir sizga yordam bersa, siz rahmat deysiz. Shu holat minnatdorchilik ifodasidir. Demak, minnatdor bo'lish bu boshqalar qilgan ezgulikni qadrlash va uni e'tirof etish. Asosiy qismda darslikda berilgan men kimdan nima uchun minnatdorman savoliga o'quvchilar rasm orqali yoki og'zaki javob berishadi. Minnatdorlik yaxshilikni bilish demakdir. Bizga berilgan hamma ne'matlar, qilingan yaxshiliklar uchun minnatdor bo'lishimiz kerak. Atrofimizda nimaiki yaxshilik bo'lsa, ko'ra olishimiz, hammasi uchun odamlarga, tabiatga rahmat aytishimiz kerak. Darslikdagi quyidagi vaziyatga e'tiborimizni qaratamiz. Bir keksa buvining bog'ida olma daraxti bor edi. U qo'shni bolalarni chaqirib, olmalarni terib berishni va bir qismini o'zlari bilan olib ketishlarini so'radi. Bolalar tergan olmalarini yeb, po'choqlarini har tomonga ortdilar. Buni ko'rgan buvi juda xafa bo'ldi. Xo'sh, buvi bunday vaziyatda nima qilish kerak edi? Buvijon bolalarga qanday yaxshilik qilmoqchi bo'ldi? Bolalar buvijonning taklifiga qanday munosabatda bo'lishdi? Ularning o'rnida nima qilgan bo'lardingiz kabi savollar bilan o'quvchilarga murojaat qilamiz. Mustahkamlash: o'quvchilar bilan mavzuni savol-javob qilish orqali mustahkamlab olamiz. Masalan, minnatdorchilikni qanday ifodalash mumkin? Kimga ko'proq minnatdorchilik bildirasiz kabi savollar bilan murojaat qilamiz. Yakuniy qismda o'quvchilarni rag'batlantiramiz. Uyga vazifa qilib, ota-onangizga minnatdorchilik bildiradigan kichik rasm chizishlarini beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.